Abdulla Qahhor. Konvert. Hikoya. Uyqusiz tunlarda va tashvishli kunlarda umid to'la ko'zlarimizni sizga tikmoqdamiz. O'zbek xalqining jangchilariga ularning el-yurtlaridan maktub. Hayitboy Badalbekov harbiy qismga yangi kelgan chog'larida urush ilmiga juda uquvi kelavermagan edi. Yurganda oldidagi kishining oyog'ini hadeb bosaverardi. Gaz niqobni 2-3 daqiqada zo'rg'a kiyadi. Miltiq otganda xuddi tish bilan danak chaqqanday harakat qilib nishonga urolmaydi. Shuning uchun hazilkash o'rtoqlaridan biri bizning Hayitboy oddiy jangchi emas, eng oddiy jangchi deb laqab qo'ygan edi. Qismda Finlandiyada urushni ko'rgan Fyodorov degan bir yigit bor edi. Hayitboyga avvallari uning urush to'g'risidagi hikoyalari, keyinchalik uning o'zi juda yoqib qoldi. Shu yigit uni komandirlarning dashnomidan, o'rtoqlarining ba'zan malol keladigan qattiq hazillaridan qutqardi. Hayitboy frontga yaxshi avtomatchi bo'lib keldi. Lekin Fyodorov hanuz uni eng oddiy jangchi deb tegishar edi. Bo'linma komandiri leytenant Mamatqulov nemislar turgan joyni durbin bilan tekshirmoqda edi. Nima bo'lib qo'li silkindi-yu, soyning bu yuzidagi bulutlar orasida turgan bir askar durbinga tushib qoldi. Askar qo'lini baland ko'targan holda iljayib turar edi. Mamatqulov durbinni ko'zidan oldi. Beixtiyor oynagini artib, boshqatdan qaradi. Askardan 10 qadamcha narida bir oyoqlab cho'kka tushib turgan nemisni ko'rdi. Nemis ham iljayib turar edi. Starshina Fyodorov, labbay o'rtoq leytenant. Leytenant durbinni starshinga berib, ko'zdan qochirmang dedi va o'zi transheyaga tushib ketdi. Starshina Fyodorov ahvolni ko'rib esi chiqib ketayozdi. Hayitboy salkam 1 yillik qadrdoni, o'sha eng oddiy jangchi Hayitboy Badalov cho'ntagidan bir qog'ozni chiqarib nemisga uzatdi. Fyodorovning yuragi orziqib ketdi. Bundan 3 kun burun Badalboyevning qo'li bir xat ko'rgan edi. Badalboyev bu xatni dam-badam o'qir, goh qovog'ini solar, goh kular edi. Fyodorov uning yoniga borib, kimdan, nima debdi deganda javob bermay o'rnidan turib ketgan edi. Nemisga uzatgan qog'ozi o'sha xat emasmikin? U xatda nima sir bor ekan? Leytenant qaytib chiqdi. Starshinaning raportini eshitib, rangi o'zgardi. Darhol durbinni olib qaradi. Haligi yerda hech kim yo'q edi. Daqiqa o'tmay o'sha tomonda avtomat tarilladi. Ustma-ust 2 ta granata portladi. Leytenant buyruq bergan kishilar u yerga yetib bormasdan turib, ro'y bergan bu hodisani tushunib bo'lmas edi. Bir necha daqiqadan keyin serjant kelib raport berdi. O'rtoq leytenant, jangchi Badalboyev 2 nemisni oldiga solib soylikdan kelyapti. Leytenant yugurganicha soylikka tushdi. Badalboyev yetib keldi va raport berib 2 asirni topshirdi. Asirlardan biri soldat, ikkinchisi yefreytor edi. Soldat o'ng yelkasidan yarador bo'lgan, yefreytorning esa qanshari majaqlanib ketgan edi. Starshina Fyodorov Hayitboyni quchoqlab o'pdi. Nemisga qog'oz uzatganingni durbinda ko'rib turgan edim. Xat Hayitboyning yodidan ko'tarilgan edi. Borib yefreytorning ko'krak cho'ntagidan oldi. Har kimning xati o'zida tursin. Bu xat mening jonimga oro kirdi. Asirlar shtabga jo'natilgandan keyin eng oddiy jangchi Hayitboy Badalboyev bo'lgan voqeani o'rtoqlariga hikoya qilib berdi. Suv olib kelgani buloqqa borgan edim. Qarasam, buloqdan 100 metrcha naridagi bir bo'tada shinel osilib turibdi. Hayron bo'ldim. O'zimizning shinel. To'g'ri borgani qo'rqdim-u, pastdan aylanib o'tmoqchi bo'ldim. Butalarni oralab sekin ketayotgan edim. Birdan halt degan tovushni eshitib qoldim. Qarasam, haligi yefreytor avtomat o'qlatib turibdi. Qimirlasam otadi. O'lim muqarrar bo'lib qoldi. Sababiki asir tushmoqchi emasman. Shu payt ko'z oldimdan mana shu xatni yozgan xotinim, qavmi qarindoshim butun qishloq tomga chiqib menga qarab turgani o'tdi. Bir narsaga jazm qildim-u, avtomatimni tashladim. Ikkala qo'limni baland ko'tarib, yefreytorga qarab iljaydim. Yefreytor ham iljaydi. Murosamiz chiqishgandan keyin ko'krak cho'ntagimdan shu konvertni olib uzatdim. Bilmadim, yefreytor nima deb o'yladiki, xursand bo'lib avtomatini yelkasiga osdi va pastga tushamiz deb imladi. Bilamanki, yefreytor yolg'iz emas. Agar meni sheriklarining oldiga boshlab borsa, ish tamom. Fursat g'animat.
Bir iloj qilib uni o'zimga qaratishim kerak. Pisht dedim. Yefreitor yalt etib menga qarashi bilan kalla urib ag'darib tashladim. Shunday qattiq uribmanki, o'zimning ham ko'zim tinib ketdi. Uning avtomatini olib darrov yerga yotdim. Yotishim bilan pastda avtomat tarilladi. Buta orasida yashil shinelni ko'rib, ustma-ust 2ta granata uloqtirdim. Chang bosilgandan keyin qarasam, haligi soldat qo'lini ko'tarib turibdi. 3tasi o'libdi. Bo'lgan gap shu. Fyodorov konvertni qo'liga olib, u yoq bu yog'ini qaradi va xatni o'qishga ijozat so'radi. Hayitboy kulib o'zi o'qib berdi. Xotini Xumoraxon duoi salomdan keyin shunday debdi: Bahriniso hushtori urushdan 13 nemisni o'ldirgandan beri hech kimga gap bermay qo'ydi. Bugun Qosimjon akam askar oilalarini chaqirtirgan edilar. Borsam, Bahriniso ham o'tiribdi. Biram kekkaygan, biram g'alati. Salom bersam iljayadi-da, ha, o'l, dedim ichimda. Askar oilalaridan yana 4 kishiga sigir chiqqan ekan. Qosimjon akam shuni topshirdilar. Keyin qishlog'imizdan urushga ketgan yigitlarning qolgan ishlari to'g'risida gapirib berdilar. Shunda Bahriniso bir gap aytdi. Jon-jonimdan o'tib ketdi. Hajga kaptar ham borib kelaveradi, lekin kaptar hoji bo'lolmaydi, deydi. Qosimjon akam urushib berdilar. U kishining oldilarida indamadimu, ko'chaga chiqqanimizdan keyin, hay Bahriniso, o'rtoqjon, kishining ko'ngliga keladi ham demaysiz-a? Hushtorga buncha bino qo'yishlik eringiz emas-ku, dedim. Shunaqa desam, erim. Dod desangiz ham o'shanga tegaman. Voy desangiz ham o'shanga tegaman. Ahdu paymon qilganmiz, deydi. Mana shu gapi undan ham oshib tushdi. Voy xudo ko'rsatmasin, men nega dod der ekanman? Tegsang tegavermaysanmi? Bu gaplarni sizga yozmas edimu, asti ichimga sig'dira olmadim.